Men haqimda top 5 ta qiziqarli fakt. 5-chisini eshitib точно bu Noila jinni bo'lib qolgan deb o'ylashingiz aniq. Xullas boshladik. Birinchi fakt, men umuman hozircha tillalarga qiziqmayman. Даже bor tillalarimni ham sotib olganman. Hozircha bir ikkita kumushlarim bor, даже ularni ham taqmayman. Faqatgina aksessuar bijuteriyalar taqib yuraman. Ikkinchi fakt, millatim o'zbek, lekin dadam tomonidan uzoqroq tojik, onam tomonidan uzoqroq tatar qarindoshlarim bor. Uchinchi fakt, o'zim gap boshlab, odamlar bilan tezda chiqishib ketaman. Даже bir xil holatlarda yaqindagina yangi tanishgan odamlarim bilan sirlashib, nimagadir slishkam yaqin bo'lib ketib qolaman. Bir xilda bu yaxshi, bir xilda esa yomon. Endi esa eng oxirgisi, eng qizig'i, 2020-yil to'yim bo'lgan bo'lsa, bu yil 6 yil bo'lar ekan. Faqatgina 2020-yil yangi kelinlik paytimda 2 yo 3 marta uyimizda mant qilganmiz. Bu degani 5 yildan beri uyimizda mant qilinmaydi. Men haqimda hali qiziqarli faktlar ko'p. Uni keyingi videolarda chiqarishga harakat qilaman. Siz esa o'zingiz haqingizda qiziqarli faktlarni kommentariyaga yozib qoldiring. Yaqindan tanishamiz. Kstati, 6-faktimni aytmabman. Bulimdan mana shu doner shunaqa sevaman, o'rtoqlar. Hozir sizlar bilan gaplashib buni yemoqchi edim. Конечно, kameraga xunuk ko'rinadi dedim. Endi mazza qilib yeyman. Sizlar ham shunday qilib ko'ringlar, mazza. Tovuq bo'lakchalari ham bor, kstati.